Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 9-darsning muzokarasini qilamiz. Biz bugungi 9-darsda sifat mavsufliq birikmani o'qidik. Sifat mavsufliq birikmani o'qidik. Sifat mavsuf. Endi sifat mavsuf degan nima deganda, sifat mavsuf degan nima deganda biz darsda tushuntirgandek bu har xil shay'i yoki ma'lum odamni sifatlash uchun keladigan bir birikma. Bir so'z. Ma'lum shay'ini yoki ma'lum odamni sifatlash uchun keladigan so'z. Bu nəhayət asan. Masalan, bu o'quvchi yangi, bu o'qituvchi yangi, bu uy kona yoki bu uy yangi, bu qalam ko'p deganga o'xshagan nima bilan sifatlayli? Ma'lum so'zni qanday qilish uchun kelgan, sifatlash uchun kelgan so'zni biz sifat deymiz. Arab tilida buni sifat va na'at deb ataydi. Endi bumu, ya'ni biz bugun o'qigan sifat xuddi biz tunugun o'qigan badal, mubaddalga o'xshash tabi ism deb ataladi. Tabi. Tabi degan nima deganda egashuvchi ism degan gap. Bu nima uchun egashuvchi ism deb ataladi deganda, nima uchun egashuvchi ism deb ataladi deganda, chunki bu ilgari stikiga qanday qiladi? Egishidi. Qaysi xil jihatda egishidi? Bu biz yuqorida so'zlagan 4 xil jihatda egishidi. 4 xil jihatda egishidi. Ular qaysi deganda, masalan, birinchidan harakatda egishidi. Ya'ni zavar, zir, pesh bu harakatda egishidi. Zavar, zir, pesh harakatda egishidi. Uningdan keyin nimada egishidi deganda, uningdan keyin ayollikda egishidi. Ayollikda egishidi. Ya'ni sifatlamoqchi bo'lgan narsa erlik bo'lsa, sifatmu erlik shaklda, sifatlamoqchi bo'lgan narsa ayollik bo'lsa, sifatmu ayollik keladi. Masalan, hada kitobun jadidun dedik. Bu kitob yangi. Bu kitob yangi. Endi bu yerda biz kitobni sifatladik. Kitob erlik shakldagi ism. Ya'ni biz o'rgangan ayollikning ta'siri bo'lmagan erlik shakldagi ism. Shuning uchun bunu jadidun deb ta'sis holatda kelish kerak. Jadidun. Endi bu kitobda ayollik shakldagi ism bo'lib qolsa yoki ayol bo'lib qolsa desa, masalan, hadihi talibatun bo'lib qolsa, buni jadidatun deb sifatmu ta'vilan, ya'ni ayollik shaklda keladi. Yoki narsa kerak bo'lib qolsa-mu, hadihi saatun jamilatun deganga o'xshagan jamilatun ayollikning nima bilan ta'si bilan jamilatun deb keladi. Uchinchi nima degishidi deganda, uchinchidan iniqsizlikda. Ya'ni sifatlamoqchi bo'lgan, biz sifatlamoqchi bo'lgan ism iniq bo'lsa, iniq ism bo'lsa, iniq holatda. Ya'ni alif lam bilan bo'lsa, alif lam bilan, iniq holatda, alif lamsiz bo'lsa, alif lamsiz holatga keladi. To'rtinchidan nimada egishidi? Birinchidan harakatda, ikkinchidan ayollikda, uchinchidan iniqsizlikda, to'rtinchidan sonda egishidi. Ya'ni biz sifatlamoqchi bo'lgan ism birlik shakldagi ism bo'lib qolsa, sifatmi birlik, ko'plik bo'lib qolsa, ko'plik shaklida keladi. Masalan, haula'i tullabun deb yoki talibun ko'plik shaklda bo'lib qolsa, yoki kitobun kutubun deb ko'plik shaklda bo'lib qolsa, jadidunmu ko'plik shaklda jududun deb sifatlaydi. Bu shunga o'xshagan. Demak, birinchidan harakatda, ya'ni zavar, zir, pesh degan bu harakatda egishidi, sifat mavsufqa. Ikkinchidan ayollikda egishidi, uchinchidan iniqsizlikda egishidi, to'rtinchidan sonda egishidi. Bu ilgiristiki ismga egashuvchi bo'lg'achqa, shunga biz buni tabi deb ataymiz arab tilida. Egashuvchi ismda. Arab tilida bu shunga o'xshagan egashuvchi ism 4. Biz 2 kun bo'ldik. Birisi badal, tunugungi darsda.
Bugün süpetni öğrendik. Süpetni o'xshashla ilgirislik qanday qiladigan, ergashadigan ergashgich ism. Mana bu bugungi darsimizdagi birinchi qoida. Bu qoidaga aloqador tushunmagan, so'raydigan savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Qoida. Endi bizning bugungi darsda ikkinchi qilib so'zlagan qoida nima deganda, ikkinchi qilib so'zlagan biz darsimizningki 5-roq, balkim 3-dars yoki 4-dars shu atrofda ayollarning ismlari taq o'qiladi deydigan bir gapni qilib o'tib ketdik. Ayollarning arab tilidagi barliq ayollarning ismlarini o'qildi, taq o'qiladi dedik. Endi biz bu vaqtda bugün azroq tafsiliy to'xtalamiz. Endi arab tilida bir bo'lik ismlar bor. Uni biz mamnu minas sarf deb ataymiz. Bu mamnu minas sarf degani nima deganda, hozir sizlar buni tushundiringlar. Bu mamnu minas sarf deganimiz qo'sh o'qilmaydigan. Ya'ni tanvin o'qilmaydigan va zir harakat qabul qilmaydigan ismlarni biz mamnu minas sarf deb ataymiz. Unda bo'lsa, bu mamnu minas sarf degan zir o'qilmaydi ekan. Shundaqla tanvin o'qilmaydi ekan. Zir o'qildigan yerda nima o'qiladi? Ya'ni oldiga bir harf ichari kirib qolsa, nima o'qiladi desa, zirning o'rniga zivar o'qiladi. Mana bu mamnu minas sarf. Unda bo'lsa, bu mamnu minas sarfning nimaligini ekanligini uqdik. Qo'shib qilmaydi ekan, zir qabul qilmaydi ekan. Buningki qanday qismlar mamnu minas sarf ismlar bo'ladi deganda, birinchidan arab tilidagi barliq ayollarning ismlari nima bo'ladi? Arabcha ayollarning ismlari mamnu minas sarf bo'ladi. Ya'ni qo'shib qilmaydi. Hech qanday yerda ayollarning ismini o'qilmaydi, qo'shib qilmaydi. Masalan, Fatimatun, Khadijatun, Aishatun deb o'qilmaydi. Demak, taq o'qiladi. Khadija, Zeynep barliq ayollarning ismlari. Ikkinchidan qaysi ismlar yana mamnu minas sarf bo'ladi deganda, biz bugun o'rgangan fa'lanu, mush qilib deymiz buni. Mush atshanu desak, fa'lanu, atshanu deb mush o'lchamga tushadigan, mush fa'lanu o'lchamida kelgan nimalar? Sifat mushabbiha deymiz. Sifat mushabbiha. Bu sifat mushabbiha degan gap, bu sifatni tushundik. Sifatni tushundik. Bu sifat mushabbiha degan nima deganda, bu bir ish harakatni qilguvchiga o'xshaydigan sifat degan gap. Masalan, atshanu degan so'z degan gap. Kaslanu degan hurun degan gap. Shab'anu degan to'q degan gap. Zam'anu desa so'z degan gap. Demak, bularning hammasi bir xil nima? Sifat. Lekin bu bir jihatdan nimaga o'xshaydi? Shu ishni qilgan fa'il deymiz, ya'ni ish harakatni ibog'iga o'xshaydi. Shunga nima deymiz? Sifatul mushabbiha. O'xshuvchi sifat deymiz. Nimaga o'xshuvchi sifat? Ish harakatni ibog'iga o'xshuvchi sifat. Ya'ni bu bir jihatdan fa'ilga, ya'ni ish harakatni qilguvchi o'xshaydi. Chunki so'z desam, kim o'sog'ini? Men. Hurun desam, men hurun desam, kim hurun bo'g'ini? Men. Men to'q desam, shab'an desam, kim o? Men. Demak, bu yerda bu to'qlikdan iborat, ussizlikdan iborat, hurunlikdan iborat ish harakatni qilguvchisi men. Demak, bu ish harakat bir tarafdan ismi fa'ilga o'xshaydi. Shunga biz buni sifatul mushabbiha deb ataymiz. Demak, hozir sizlarning tushunadiganlar fa'lanu o'lchimida kelgan shundaq sifatlar nima bo'ladi? Bumi g'ayr munsarif, ya'ni mamnu minas sarf bo'ladi deymiz. Mamnu minas sarf bo'ladi deymiz. Shunga atshanu, kaslanu, jav'anu hammasi nima bo'ladi? Taqbashi qiladi, mamnu minas sarf bo'lganligi uchun. Biz buni sifatul mushabbiha deymiz. Biz sifatul mushabbihada tafsiliy to'xtalamiz, lekin sizlarning hozir bilib olganinglar fa'lanu o'lchimida fa'lanu, kaslanu o'lchamga tushadi, qilibga tushadi. Mush o'lchamda kelgan sifatlar nima bo'ladi? Mamnu minas sarf bo'ladi. Mamnu minas sarf bo'ladi. Mana bu bizning bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun. Endi biz bugungi darsimizda yana nima mazmun o'qidik deganda, biz bugungi darsimizda nisbiy almash deb atadiq buni uyg'urcha sizlarga tushuntirish uchun. Buningga dal joyida kelamdi, kelmamdi, ammo biz buni to'liq ishlatiladigan o'rni, ma'nosini to'liq tushuntiramiz. Ammo uyg'ur tilidagi shu nisbiy almash degan gapga tushunamdi. Buni shu
Yani şu Uyg'ur tilini bildigan kishilardan so'rab bakishga to'g'ri keladi. Ammo bir jihatdan tushundi deb qarag'achqa men shunda atadim. Bir jihatdan shunda tushundi deb qarag'achqa shunda atadim. Ama ba'zi o'quvchilar biz echilmadi debdi, hozir men Ahmaddan bir o'quvchilar ko'ryotdi. Hamda bu sizlardan nima uchun echilmadi? Balki bu sizlarning hozir men kirib sanab baqdim, menda normal ishlayotdi. Hem sizlar nima uchun echilmadi, buni men bilmadim. Bugungi darsimizningki 3-mazmuni ismul mavsul. İsmul mavsul. El ismul mavsul. Yani ulanma isim degan gap o'zining tarjimasi. Men buni nisbiy almash deb atadim. Nima uchun? Bu bir isim, ammo bu mustaqil ma'no bildirib bermaydigan. Masalan, o'zining ma'nosi nima degan gap desa, g'anqon genken. Diki tiki degan ma'nolari bor. İsim keyin isim kelib qolsa diki tiki, fe'l kelib qolsa g'anqon deb tarjima qilamiz. Bu o'zining silisi deymiz, ya'ni ulanma jumlasi kelgan vaqtda undan keyin buning uchun bir butun ma'nosi chiqadi. Bo'lmasa bundan ma'no chiqmaydi. Shuning uchun biz buni nisbiy almash deb atadim. Endi bu ism mavsul degan nima deganda, shundaq beshidagi isim bilan fe'lni qanday beradigan, ulaydigan yoki keyin silisi ismi bo'ladi buningki. Shunda holatda keladigan ismni ko'rsatadi. Bu erlik va buning ayollik va ko'plik va ikkilik va hammasini xos. Biz shunga har bir darsimizda ozroq o'rganib olamiz. Shu vaqtda bu o'zlashaydi. Shu vaqtda bu o'zlashadi. Bugun o'rganganimiz qaysi deganda allazi. Bugun o'rganganimiz allazi. Allazi bu faqat erlik birlik. Erlik birlik. Allazi g'anqon genken degan ma'nosi bor. Bu erlar uchun birlik bir bo'lgan, yolg'iz bo'lgan er uchun ishlatamiz. Endi buni ishlatish o'rni qanday bo'ldi deganda, masalan, misolga qarasanglar, at-talibul ladzi kharaja minal fasli min Turkiya desam, at-talib hali o'quvchi degan gap. O'quvchi allazi kharaja chiqqan, qaranglar, chiqqan, sinfdan chiqqan o'quvchi min Turkiya, Turkiyadan. Demak, bu yerdagi allazi at-talib yolg'iz bo'lg'ach aytildi. Agar bu yerda qizil o'quvchi at-taliba bo'lib qolsa yoki at-tullab deb ko'plik bo'lib qolsa, bu yerga allazini ishlatmaymiz. Uningki ayrim shunga ozroq o'xshamaydigan bir xil shakli bor. Uni biz keyingi soatlik darsimizda o'rganamiz. Bugun o'rganganimiz birlik shakli. Birlik shakli. Erlik birlik shakli. Bugungi darsimizdagi asosli grammatikalar shu. Tushunmagan yeringlar bo'lsa, so'zsanglar bo'ladi. Agar boshqa mazmun bo'lmasa, bugungi darsimizdagi asosli grammatikalar shu. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Bo'lmasa, muzokaramiz oyoqlashadi. Tushunmagan mazmunlar bo'lmasa oyoqlashlar. Agar tushunmagan mazmunlar bo'lmasa, men muzokaradan tushaman. Tekstden yoki mashqdan tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'zsanglar bo'ladi. Avvaldan qaraganda o'shadan boshqa tushunmagan mazmun yo'q o'xshaydi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimizning muzokarasi mushag'atchi bo'ldi. Inshaalloh kelarki soatlik ayatlik darsimizning muzokarasini ko'rishaylik. Assalomu alaykum.